Ana endi suhbatlarning eng go'zaliga keldik, chunki shifokor bilan qilinadigan har qanday suhbat eng manfaatli va go'zal suhbat hisoblanadi. Studiyamiz mehmoni terapevt, urolog, psixonevrolog Muhammad Tursunboyev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhammadjon aka, yaxshi keldingizmi? Alhamdulillah. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz deb yaxshimisiz? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Yangi tong muborak bo'lsin. Rahmat. Sizni ko'p sonli kuzatuvchilaringiz bor. Sizni yaxshi ko'radigan, sizni uzoqdan bo'lsa ham shifokorim deya maqtanadiganlar bor. Marhamat, so'rashib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Avvalo, mahalla televideniyasi barcha ijodkorlari, barcha muxlislar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olib turdinglarmi? Hamma tinchmi? Sizlar ham yaxshimisizlar? Rahmat, biz yaxshimiz. Kayfiyat har doimgidek ajoyib. Erta tongdan kelamiz va ishimizni yaxshi ko'rib, tongni mana shu studiyada qarshi olamiz biz. Muhammad aka, bugungi kunda biz shiddatkor zamonda yashayapmiz. Insonlar bevosita stresslarga moyil, depressiyaga moyil va bugungi kunda o'sha zamonaviy nevroz kasalligi tashxisi qo'yilmagan insonlar kamdan kam uchrayapti. Dilfuza opa, juda to'g'ri aytdingiz. Shu o'rinda quyidagi narsalarni keltirib o'tish o'zimga joiz deb bildim. Birinchi o'rinda biz insonlar ertaman uyg'onganimizda shukrona bilmaymiz. Shukrona bilmaymiz. Nima uchun? Hamma uchun ham bu tong otmadi. Nevroz kasalligi asosiy sababi bu hozirda mana bunday 21-asr televideniya asri desak ham bo'ladi. Zamonaviy asr bo'lib ketdi, gadjetlar asri. Juda ko'p narsalar shu telefonga bog'liq bo'lib qoldi. Mana misol uchun yotasiz, oddiy misol Instagramni ochib, shu 5 minut video ko'raysiz, reelslarni qanday qilib 2 soatgacha ko'rganingizni bilmay qolasiz. Normada uyqu soat 9 dan boshlanishi kerak. Boring ana 10 dan kechki uyqu. Birinchi o'rinda uyqusizlik, noto'g'ri ovqatlanish, gadjetlar siz aytgandek, doimiy mana bunday kayfiyatni tushkun ko'tarin bo'lishi, ishdagi stresslar yoki ko'chada oddiy misol mashinani signallari ham albatta insonni stressga olib keladi. Nevroz kasalligini birinchi 3 ta asosiy simptomlarni aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda insonning kayfiyati o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Keyin hayotga qiziqishi va teran nafasi yo'qoladi. Ya'ni hamma narsa cho'rna-beli bo'lib qoladi. Uchinchi omili hattoki uydagi g'alva yo'qoladi. To'rtinchi yomon omil deb gapiramiz, bu uyqusizlik. Chunki sog'lom tanda sog'lom aql bo'lish uchun va organizmda gormonlar sintezi normada bo'lishi uchun albatta 7 soat, 8 soat inson to'yib uxlash kerak va to'g'ri ovqatlanish kerak. Uyquni balansini hamma ham birday o'sha ishiga qarab rejalashtiradi-da. Biz o'zimizning ishimizdan kelib chiqib savol beramiz. Chunki efirga kelish uchun ba'zida 3 ta turib tayyorlanishga to'g'ri keladi. 12 da yotsak ham 3 ta turib efirga tayyorlanib soat 5:30-6 da shu yerda bo'lishimiz kerak. Balansni tushlik paytida ham to'g'rilab olsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Faqat buni o'zini me'yorlari bor. Ya'ni tushlik qilgandan keyin 20 minut vaqt berishingiz kerak. Sababi oshqozon, ichak hazm sistemasi siz o'sha yegan, tanovul qilgan ovqatingizni tushunib olish kerak. Ana undan keyin mayli 5 minutdan 40 minutgacha uyqu qilsangiz, albatta organizm kompyuter tilida aytganda bitta perezagruska bo'lib oladi. Ha, ozgina dam oladi. Ha, va siz yangi ishlarga va yangi yutuqlarni erishishga, O'zbekiston kelajagini rivojlantirishga va O'zbekistonning buyukligiga hissa qo'shishga charchamaysiz. Ko'z tegmasin. Shoir aytadiki, asablar, 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 behuda sochilgan g'azablar deydi. Xuddi shunday. Endi shunaqa ba'zida o'zimizni boshqara olmay qolamiz. Quyushqondan chiqib ketadi deydi-ku. Chunki shunga sababchi odamlar atrofingizda juda ko'p bo'ladi. Keyin aytamizki, gar nodonga sukut qilsang, sukunat ham ibodatdir deymiz-ku, lekin sukut qila olmaydigan vaziyatlar bo'lib qoladi-da. Inson o'sha o'zini o'q atrofidan chiqib ketib qoladi. Shunda o'sha g'azabni sochib olgan yaxshimi, ichki yutgan yaxshimi? Ichki yutsangiz ham qiyin-da. Har kun uyg'onib inson 20-25 minut zamonaviy tilda aytganda meditatsiya qilish kerak. Ya'ni oddiy to'g'ri nafas olish. Bir 20 minut masalan hammamizning mahallalarimizda hozir asfaltlar bor, daraxtlar bor, juda bir chiroyli manzaralar bor. Xuddi shu manzaralarda bir 20 minut oldiga, 20 minut orqaga yursangiz, bu birinchi o'rinda organizmda uyg'onayotgan vaqtida kortizolni me'yorlashtirib beradi. Chunki har qanaqa kasallikning orqasida kortizol turgan bo'lishi mumkin. Kortizol uyg'onish gormoni, yomonlik gormoni ham deb atasak bo'ladi, lekin har bir gormonda o'zining individual organizm uchun faoliyati bor. Albatta sukut saqlagan ma'qul. Chunki nodonga o'z aytganda sarflagan asabingizni borib uydagi farzandlaringiz, oila a'zolaringizga sarflagan afzalroqdir. Ha, Muhammad aka, donishlar shunday aytadilarki, agar asabiylashib ketgan bo'lsangiz, kim bilandir urushmoqchi bo'lsangiz, o'rningizdan turgan bo'lsa o'tiring. O'tirgan bo'lsangiz, birozgina yoting, tin oling. Shundagina o'sha asablar birozgina mustahkamlanadi deyshadi. Bu ishlaydimi haqiqatda? Xuddi shu donishmandlar aytgan narsani men meditatsiya qilib, zamonaviy tilda aytib beraman.
haqiqatda ishlaydi. Demak, o'sha donishlar har doim bejiz fikrlarni aytmaganlar. Bugungi o'sha zamonaviy shiddatli asrda asabiylashmasdan yashashlik uchun qanday bir layfhaklar aytasiz? Xo'p, birinchi o'rinda qonda gemoglobin miqdorini ushlab turish kerak. Ya'ni normada 110 mg namol bo'ladigan bo'lsa, tabiiy sabzavotlar ko'proq iste'mol qilish kerak. Bunda omega, magniy, ftor, kalsiy va boshqa barcha kerakli elementlar mavjud. Ovqatlanishni to'g'ri qilish kerak. Birinchi o'rinda men doim aytaman, nima uchun bizni O'rta Osiyo mamlakatlarida ertaman zavtrak qilmaymiz? Abitga va kechga osh, sho'la, dimlama, siltama juda qo'y yog'i, qo'y go'shti yaxshi ko'rib iste'mol qilamiz. To'g'ri ovqatlanish, 8 soatlik uyquni joriy qilish, meditatsiya qilish, ya'ni siz aytgandek o'sha insonni yaxshi va organizmni magniy va magniyga boyitish kerak. Bu oddiy qilib aytganda uy sharoitida arab xurmosi, o'rik qoqisi, olma. Olmada temir miqdori bor. U ham gemoglobinni ko'taradi, ham organizm sintezni yaxshilaydi. To'g'ri. Endi yosh bolachalar, uyimizda farzandlarimizda kechasi uxlaganda tishini g'ichirlatish bor. Bu o'shaligi ichidagi gijja va qurtlarni Gelment kasalligi ko'pligidan. Bu ham asabiylashishga olib keladimi? Ha, albatta. Dunyo bo'yicha, yer shari bo'yicha 270 mingga yaqin me'da qurt gijalar bizni biladiganimiz kitobga yozilgan 270 ta deb yozilgan. O'rta Osiyo mamlakatlarida 5 turi uchraydi. Askarida, Astritsa, Lambla, Kortsepin va enterobioz deydi. Enterobioz keng tarqalgan, oddiy mushukdan ipdan yuqib qolishi mumkin. Xuddi shu narsalar organizmga tushayotgan boyaga aytganda yaxshi vitaminlarni yeb qo'yishni hisobiga asab hujayralariga kerakli elementlar yetib bormaydi. Va mana bu tushda tish g'ichirlatish, tunda yeb qo'yish, bolani boyaga aytganingizdek nevroz kasalligi kelib chiqishi yoki bo'lmasa maktabda yaxshi o'zlashtira olmasligi, semirmasligi, doimiy injiqlik, doimiy yig'loqlik shu me'da qurt gijalariga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari tish g'ichirlatish tug'ruq vaqtida olingan travmalar hisobiga ham bo'lishi mumkin. Gelmentdan emas faqat. Faqat gelmentdan emas. Yo'q, gelmentdan emas. Hamma narsani gelmentga bog'lashimiz ham noto'g'ri. Chunki fan buni tasdiqlab beryapti. Tug'ruq vaqtida travma, ya'ni asfiksiya. Asfiksiya nima degani? Asfiksiya tug'ruq vaqtida bolaga havo yetishmay qolish oqibatida. Masalan, xalq tilida aytgan o'qiga o'rab tug'ildi deydi. Dimlanib qoladi. Jicha dimlanib tug'ildi deydi. Jicha travma bilan tug'ildi deydi. Bular hammasi asfiksiya va bularni albatta vaqtida neonatolog, nevropatolog bilan kelishilgan holda lecheniya qilmasa, albatta kelajakka asorat berishi mumkin. O'sayotgan organizmga ziyon bo'lishi mumkin. Haqiqatda. Bugungi kunda sizni mana psixonevrolog deya tanishtirdikda, bolalar orasida juda ham keng tarqalgan autizm kasalligi va ko'pchilik oilalarni qiynayotgan. Buni mutaxassislar aytayaptilarki, o'sha Covid pandemiyasidan bilan ham bog'lashayapti-da. Yoki kimdir aytadiki, gadjetlarni doimiy berib qo'yganimiz ham sababchi. O'zi asli kelib chiqish sababi nimada, Muhammad aka? Birinchi kelgan omilingiz juda to'g'ri, chunki Coviddan biz Alloh amri bilan juda oson o'tdik, Xudoga shukr, chunki boshqa mamlakatlarda ko'rdinglar, odamlar qirilib berdi. Biz prezidentimiz tashabbusi bilan Sog'liqni saqlash vazirligini oyoqqa o'zlari turg'izib, o'zlari ustida turgancha Covid bizda uncha qo'rqinchli o'tmadi, Xudoga shukr. Lekin sizning gapingiz to'g'ri. Va ikkinchi omil bu gadjet omili. Ozarbayjonning Baku shahrida avgust oyida o'tgan yili bo'lgan sammitda gadjet tashxisi qo'yila boshladi. Nima uchun? Bu ham tashxis sifatida qo'yiladi. O'sha gadjet tashxis qo'yila boshladi. Nima uchun? Har bir organizmda masalan o'zini xotirasi bor. 0 yoshdan 3 yoshgacha, 3 yoshdan 8 yoshgacha, 8 yoshdan 12 yoshgacha. Xuddi shu 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'ladigan keng qamrovli xotira deyman, chunki ota-ona degan so'z aytish paytda chiqadi yoki bo'lmasam ovqat deyman degan, bolalarni peshob chiqarmoqchi bo'lsa tush qilaman degan so'zlar, o'sha me'yoriy so'zlarning o'rniga o'sha tushunarsiz multfilmlar to'lib qoladi. Va shu bola ko'z zreniyasi orqali ko'z vaspriyatiyasi orqali olganki narsasini chuqur xotiraga joylashni hisobiga keyin shu narsalarni qaytara boshlaydi. Mana misol uchun Sun'iy traktorda hammamiz bilamiz. Multfilm bor, Sun'iy traktor YouTube'da juda keng tarqalgan, milliard prosmotrga. Bu doimiy bir xil qaytarishlik hisobiga bolani ongiga shu narsa o'rnaydi. Boyaga aytadigan juda kuchli rivojlanadigan xotiramiz shu Sun'iy traktor bilan to'lib qoladi. Men ota-onalarga quyidagicha maslahat bersam maylimi? Albatta. Birinchi o'rinda bolangizga to'g'ri ovqatlantiring. Ikkinchi o'rinda bolangizga doimiy e'tibor bo'ling. Uchinchi o'rinda har kun erinmasdan bolangiz bilan 40 minut ishlang. Ishlash qanaqa bo'ladi? Oddiy Lego o'ynasa bo'ladi. Ertaga o'qib bersa bo'ladi. Mana siz bilan bizni pokoleniya ertaklarda o'sganmiz. Haqiqatda. Oqshom ertaklari desa hamma ishimiz tashlab kutib o'tirardik. Mana shunday qilib. Maktabga multfilmni ko'rib keyin ketardik-da.
xuddi shunaqa holatlarda e'tiborli bo'lish kerak. Iloji boricha mana bunday telefon va telefonlarni umuman bermasligi. Telefonlar qachon berishga? Qachonki bola 12-14 yoshdan yuqori bo'lsa, uni ham oddiy knopkali telefon xabar olib turish uchun. Xabar olib turish uchun va bolani qay holatda, nima holatda ekanligini bilib turish uchun. Tug'ma ham bo'lishi mumkinmi? Tug'ma bo'lishi mumkin, bunga вторичный infeksiyalar yoki bo'lmasam nasliy moyillik bo'lishi mumkin. Bizda O'rta Osiyoda juda yaxshi gap bor. Qizni ota-onasini surishtirib kelgin ol deydi. Bu juda to'g'ri talqin. Sababi organizmga tushganki, genomga yozilgan har qanaqa informatsiya 7 pushtida chiqaveradi. Demak, suyak suribdi degan gap bor. Xuddi shu. Nasliy moyillik juda ham ko'pchilik kasal, ayniqsa asabiy kasalliklarni keltirib chiqaradi va kuz mavsumi qaysidir ma'noda mana shu asab kasalliklarini rivojlanishi uchun yaxshi zamin yaratar ekan. Bahor va kuz mavsumida. Nega Muhammad aka bu mavsum? Xalq tilida bahorda uyg'onish bo'ladi. Uyg'onishda albatta organizm o'sha qish davomida sarflab bo'lgan energiyasini to'ldirmoqchi bo'ladi. Qayta tiklash. Xuddi o'sha vaqtda asabga boya aytganimiz oddiy magniy yetishmovchiligi oqibatida ham kasallik kelib chiqadi. Kuz fasliga keladigan bo'lsak, organizm birdaniga vitamin D olmay qo'yadi, ya'ni quyoshni kamayishni oqibatida shu kasallik kelib chiqadi. Sababi oddiy vitamin D inson organizmida 25 ming funksiyaga javob beradi. Menga SMS kelibdi hozir bir yaqin dugonamdan, farzandi betob ekan va nima dori ichirsam bo'lar ekan degan fikr. Ko'pchilik mendan shunday so'rashadi-da, Muhammad aka, men shifokor bo'lsam kerak deb o'ylayman ba'zida. Meni farzandimda mana bunday, onamda mana bunday kasallik. Hozir mana dorixonaga kirdim. Qanday dori ichiray yoki nima xarid qilay yoki o'zlari bilan maslahatlashaman. Mayli deb telefonni qo'yib qo'yishadi. Shifoxonalarga emas, dorixonalarga kirib, o'sha bemor sifatida, ularga shifokor sifatida yuzlanadigan insonlar qanchalar to'g'ri qiladilar? Afsuski, hozirda juda ko'p insonlar xuddi shunday xato deb aytaman buni. Chunki har bir dorining yo'riqnomasida yozilgan bir joyga yaxshi ta'sir bo'lsa, bir joyga nojo'ya ta'sir va albatta shifokor tavsiyasi bilan qabul qiling degan joy bor. Chunki har bir inson individual. Uni shifokor o'zi ko'rib, uni antropometriyasi va uni holatiga, kechayotgan kasalligi to'g'ri tashxis qo'yilgan holatda har qanaqa dorini sinama bilan berish kerak. Haqiqatan to'g'ri aytyapsiz, aptekaga kiradi, dorixonaga kirib, o'zining shikoyatini aytadi va ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi biznesmen aptekalarda deb aytamiz-da endi buni. Dorini shunday olib beradi. Bu noto'g'ri. Farmatsevt degani bu shifokor emas. Yo'q, shifokor emas. Dorixonadagi dorilarning realizatsiyasi, ya'ni uni sotuvi va uning retseptga qarab teri berishiga mo'ljallangan xolos. Shifokor bu sizni birinchi o'rinda kelganingizda shikoyatingizni eshitadi, sizga первичный tashxis qo'yadi, kerak bo'lsa analizlarga buyuradi va undan keyingina sizga tabletka yoki ukol sifatida dori tavsiya qiladi. Barcha kasalliklarni tag zamiri baribir asabga bog'lanar ekanda. Asab tizimi stresslardan, o'sha orttirilgan kuchli bosim insonni bora-bora barkasallikka duchor qilar ekan. Va yana bir kasallik borki, hozir juda ham xalqimiz orasida bu katta muammolardan biriga aylanib boryapti, bu urologik kasalliklar. To'g'rimi? Buni ko'pchilik hijolat bo'ladi, shifokorga ko'rinishga uyaladi va farzandini olib borishga ham uyaladigan ota-onalar bor, afsuski. Chunki qandaydir bir hayo pardasi sal to'sib turadi-da, o'g'lini, qizini olib borishga hijolat bo'ladi. Bu uyatlimi haqiqatda? Xo'p, Shukurulloga juda o'rinli savol berdingiz. Hozirda bepushtlik kasalligi juda tez rivojlanyapti. Boyagi siz aytgandek asosiy sababi stress. Albatta bu noto'g'ri fikr. Bola tug'ilgan kunidanoq 22-25 kunigacha neonatolog ko'radi. Ana undan keyin pediatrga o'tkaziladi. Xuddi shu vaqtda albatta bolalar urologiga olib borib, bolaning kelajagi uchun birinchi zaminni qilish kerak. Sababi juda ko'p kasalliklar turi ko'payib ketdi. Misol uchun oddiy inson moyaklarini joyiga tushmasligi, hipoksiya deganlar bor. Yoki bo'lmasam paxviy grijalar bor, pax churrasi deydi. Va shu kabi kasalliklar bolaning kelajakdagi holatiga, farzand ko'rishiga va shu kabi omillarga albatta Shukurulloga o'z ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Albatta bolani tug'ilgandan kunidanoq urologga yilda bir marta, bo'lmasam yilda 2 marta umumiy UZI, ya'ni barcha organlar UZI qilgan holda mutaxassislarga ko'rsatish kerak. O'zi bizda tibbiy madaniyat sekin-astalik bilan rivojlanyapti. Men kuzatuvchilarga quyidagicha naql qilmoqchiman. Yilda bir marta albatta o'zingizlarni mahalliy terapevtlarga borib, umumiy qon sidik, umumiy UZI, o'pka rentgeni va terapevt xulosasini o'zingizlar uchun olinglar.
agar bolangiz tug'ilgan bo'lsa, bolangizni kelajagiga yaxshi zamin qilaman, mendan keyin shu bolam voris qoldiradi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unda albatta yilda bir marta o'g'il bolalarni urologga, qiz bolalarni ginekologga ko'rsatishimiz shart. Bu uyat emas hech qanaqasiga. Farzandimizni salomatligiga bee'tibor bo'lmasak, ular o'zlaridan juda ham chiroyli nasllarni qoldiradilar. Bir SMS kelgan. Assalomu alaykum. Biz sizni juda ham hurmat qilamiz. Ming rahmat kelganingiz uchun degan fikrni aytibdilar va yana bir SMS bor bizda. Xo'p. Tongingiz mazmunli bo'lsin. Meni o'g'lim 7 yoshda, 1-sinfda o'qiydi, lekin juda ham injiq. Nariroqda tur yoki changingni qoq desak ham yig'layveradi. Nima maslahat berasiz? Sadoqatxondan kelgan SMS. Bu birinchisi, yana bitta SMSni o'qiyman, ketma-ketlik javob berasiz. Men bir savol bermoqchiman. Yoshim 62 da. Asabim juda ham tarang. Sal narsaga asabiylashib ketaman. Buni qanday davolash mumkin? Boshim juda ham ko'p og'riydi. Tunda hojatga 2-3 marta chiqaman. Bu nimadan? Iltimos, kimligimni aytmang, javob bersangiz degan. Yaxshi. Sadoqat opamizning savolidan boshlasak, boyana Shukurullo akam aytdi. Me'da qurtgichlar kasalliklarning boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun Sadoqat opa erinmasdan ertaga ertamanda bolangizni axlatidan ozgina olib, bak laboratoriyalarga borgan holda me'da qurtgichaga tekshirtiring. Ana o'shani xulosasidan kelib chiqib ish tutamiz. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, organizmda omega 3, magniy B6 va vitamin D3 ga boyitishni tavsiya qilgan bo'lardim va bir qator nevropatolog shifokori ko'ruviga borib qo'ying. To'g'ri. 62 yoshda onaxon asabiy. Endi insonda 55 yoshdan keyin birinchi qarilik kasalligi kelib chiqadi. 40 yoshdan keyin birinchi inson klimaksning o'zgarishi kelib chiqadi. Erkaklarda prostatit kasalliklari, ayollarda mioma yoki mastopatiya, ko'krak bezlari raklari. Xuddi shu holatni o'tkazib yubormaslik uchun albatta 40 yoshdagi erkaklarimiz yilda 2 marta urolog ko'ruviga, 40 yoshdan yuqori ayollarimiz esa ginekolog va mammolog xulosalarini o'zinglar uchun qilib turinglar. 55 yoshdan keyin markaziy nerv tizimi ozgina qonga qashshoqlanishi mumkin. Bu ensefalopatiya kasalliklari deyish mumkin. Bu hammada ham bo'lmaydi, lekin aksariyat hozir sog'liqni saqlash vazirligining statistikasiga qaraganda 20% odamlarda xuddi shu ensefalopatiya kasalligi kelib chiqyapti. Buni sababi Shukurullo akam aytgandek, boyaga noto'g'ri ovqatlanish va organizmga yomon xolesterinlar boy qilish. Yomon xolesterinlar boy bo'lishining hisobiga albatta qon tomirlar torayishi mumkin. Yomon xolesterinlar faqatgina o'sha hayvon yog'laridan kelib chiqadimi? Hayvon yog'laridan va ertaman saharlik yo nonushta qilmaslikdan ham kelib chiqadi. Hech narsa yemasa hammi? Kelib chiqadi, albatta. O'sha xolesterin ko'p degan insonlarda faqatgina ortiqcha vazn bezovta qilmasa ekan, ba'zidachi ozg'in odamlar ham xolesterini juda ham ko'payib ketib shikoyat qilishi mumkin, to'g'rimi? Shu siz boyaga aytayotgandek, tong sahardan nonushta qilmay ishga otlanadigan insonlarga ataldi. Bizga meni aytayapti deymi? Yo'q. Biz bir piyola bo'lsa ham choy ichamiz. Choy ichasizlar. Oraliq reklamada yengil tamaddiq qolsalar, bitta banan yoki bitta olma yoki kech paytga oddiy ismaloqdan salat tayyorlab qo'ysangiz ham kelib tika turib olsangiz bo'laveradi. Ismaloq temir moddasiga va foliyaviy kislota va vitamin B12 ga eng boy modda. Bu organizmdagi boy gemoglobinni rag'batlantirishga yordam beradi. Gemoglobinning asosiy vazifasi organizm bo'yicha kislorod toshib yurish. Ana endi mana shu gemoglobin haqida gaplashamiz. Chunki biz ayollar ona bo'lgandan keyin bevosita biz ko'p narsadan voz kechamiz. Organizmdan temir ketadi, kalsiy ketadi, kaliy ketadi va eng asosiysi shu anemiya hamma ayollarni bezovta qiladi. Temir tanqis kamqonligini qanday qilib uy sharoitida ko'tarish mumkin? Juda zo'r, juda o'rinli savol bo'ldi. Birinchi o'rinda hayvon jigarlarini iste'mol qilish kerak, faqat uni qarash kerak. Unda echinokok degan infeksiya bo'lmasligi kerak. Yaxshilab qovurib, dudlab, qaynatib iste'mol qilish kerak. Bunga qo'shimcha men chiroyli bir retsept aytaman, hurmatli kuzatuvchilar. Erinmasanglar, agar ushbu aytadigan mahsulotlarimizga allergik holatlar bo'lmasa, bitta lavlagi oladi, oddiy lavlagi. Bitta olma oladi, bitta so'z oladi. Hammasini yuvib, artib tozalab, blenderdan chiqarib, tengiga teng dog' suv, xona haroratida dog' suv quyib, bir stakandan 21 kun ichsa, anemiya kasalligi aslo bezovta qilmaydi. Kun davomida energiya beradi. Kun davomida dopamin sintezini yaxshilagani hisobiga kayfiyatingiz chog' yuradi va siz aytgandek boyagi qon kamlik kasalligini bu temir moddasi bilan bog'liqmi, foliyaviy kislota bilan bog'liqmi yoki bo'lmasam boshqa omillarmi? Albatta shu omillarning o'rnini 24 soat to'ldirib turadi. Va yana aytmoqchiman, ayollarning kamqonligining sababi
eringizni telefonini kamroq keling. Shu ham ta'sir qiladimi kamqonlikka? Siqilib yuradi-da. kechgacha. Ko'proq siqilgandan keyin o'sha qon bosimi ko'tarilib, Qarang. va shu bilan birga eringizga ko'proq yaxshi gapirsangiz, shirin taomlar pishirib bersangiz, men o'ylaymanki, Qonimiz ko'payib ketadi. Qoningiz ko'payib, Sog'lom bo'lamiz. yuzingizda tabassum paydo bo'ladi. Bugun hamma o'zini dardini aytadigan kun ekan Muhammad Juda aka. to'g'ri aytdingiz Shukurullo aka. Albatta, har qanaqa ayol va erkak bir-birini tushunib yashasa, har qanaqa kasallik akamiz aytgandek asabdan kelib chiqishi mumkin va inson asabiylashganda albatta immun tizimi har qanaqa organizm buni sezadi va kortizol oshishini hisobiga kasalliklar ko'payishi ehtimoli yo'q emas. Shuning uchun eringiz bilan xushmuomala bo'ling. Oh! Ana, yana bir SMS. Qahvani erta tongdan faqatgina men qahva ichaman debdilar. Menga o'xshab. O'zi mumkin emas, lekin shunday qilaveramiz. Narsa yegim kelmaydi, ishtaham bo'lmaydi. Qahvani qaysi paytda ichish kerak? Erta tongdan och qoringa qahva iste'mol qilsa bo'ladimi? Oldindan rahmat javob uchun deganlar. Bu juda katta xato. Oshqozon ichak hazm tizimi kasalliklarining asosiy sababi shu och qoringa ichilgan qahva bo'lishi mumkin. Bu qahvani qachon ichish kerak? Qahvani tamaddiq qilib bo'lgandan so'ng 40 minutdan keyin ichish tavsiya qilaman. Kun davomida normasi 200 ml-gacha, ya'ni 1 stekongacha. Undan ziyodi zararimizga ishlashi mumkin. Nima uchun och qoringa ichib bo'lmaydi? Oshqozonning shilliq qavat pardasini yallig'lash ehtimoli yo'q emas va och qoringa ichilgan qahva gemoglobinni tushirishiga sabab bo'ladi. Ana. Ko'rdingizmi? Erta tongdan asal yeyman derdi Shukurullo aka, asal bilan iliq suv icharkanlar. Bu qanchalik yomonlik endi bularni ham. Yo'q. Bu juda ham zo'r. Albatta, bu to'g'ri, faqat asalni o'ta qaynagan suvga solib bo'lmaydi, zahar bo'ladi. O'ta sovuq suvga ham solib bo'lmaydi. Asalni 20-22 graduslik xona haroratidagi bir choy qoshig'ini solib iste'mol qilsangiz, 20 minutdan keyin nonushta qilsangiz, albatta oshqozon ichakni rag'batlantirgan bo'lasiz. Ana. Nuqul to'g'ri yashaysiz, Shukurullo aka. O'shaning uchun chiroyli-da. O'shaning uchun, ana. Boringizga shukr. Salomat bo'ling. Zo'r. Eng asosiysi o'sha gap, bir-birini tushunib yashash. Va ko'pchiligimiz qaysidir ma'noda kayfiyatim tushib ketadi, vrachga borsam, shifokorga borsam, ruhiyatim tushadi, qaysidir bir kasalligimni topib beradi, keyin men shunga ezilib yuraman deb borishdan cho'chib yuramiz. Yo'q, menimcha borish kerak. To'g'rimi? Albatta, juda to'g'ri o'rinda bu savolni va bu taklifni qo'ydingiz. Albatta, shifokorga cho'chimasdan borish kerak. Shifokor sizni borsiz yotqizib ukol qilishni boshlamaydi. Birinchi o'rinda siz bilan suhbat qiladi. Oddiy misol, sizni oddiy ismi va familiyangizni so'raydi. Ana undan keyin sizni bezovta qilayotgan shikoyatlarni so'rashni boshlaydi. Siz borsizlar, haligi birdaniga ukol qilmaydi. Hojiboyda yaxshi gapi bor, doktorga borasan. Bizni bolaligimizdan o'zi shifokorlar bilan qo'rqitishganda xalqimiz, yosh kattalar. Ana doktor kelyapti, ovqatingni yeb qo'ymasang, ana shifokor keladi. Shuning uchun doktorga borib ukol olmagan bolalar ham oq xalatli insonni ko'rsa, yig'lashni boshlaydilar. Biz ham balki oilada mana shu narsani, hurmatli aziz ota-onalar, hayotimizdan chiqarib tashlashimiz kerak. Ya'ni shifokorlar yaxshi insonlar ekanligini, bizni faqatgina salomatligimizga mas'ul ekanligini farzandlarimizga tushuntirishimiz kerak. Bir SMS kelgan. O'g'lim 8 yosh. Sovuq hodisa kechasi peshob chiqaradi debdilar. Uni shifokorga olib borish shartmi yoki o'tib ketadimi? Bu enurez emasmi degan fikr bo'ldi. Tunda bilmasdan siydik chiqarib qo'yish kasalligi bu tungi enurez kasalligi bo'ladi. Buni ayrim omillarni aytib beraman, chunki bu o'ta keng bo'lgan mavzu. Birinchi o'rin nasliy bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'rin tug'ruq vaqtidagi boyaga aytganimizdek travmalar. Uchinchi o'rinda bolani biror xil stressdan keyin xuddi shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Meni hayotiy tajribamda bir bolakayni olib kelishdi. Otasi bir uzoqroq safarga ketsa, onasini aytganini qilmagani uchun bolani tunda tashqariga chiqarib qo'yadi, jazolash maqsadida. Va shundan keyin albatta ushbu nochnoy enurez kasalligi kelib chiqadi. Shuning uchun albatta birinchi o'rinda nevropatolog, keyin urologga borib ko'rsatib, to'g'ri davolating. 16 yoshgacha to'xtata olmasangiz nochnoy enurez kasalligini keyinchalik bu asorat bo'lib qolishi mumkin. Va mana shu enurez kasalligida qovoqqa turli yog'lar surishadi-da, mana it yog'i deyshadi, oq yog' surib qo'y deyshadi. Shunaqa narsalar foyda beradimi? Yo'q, har qanaqa shifokor buni yaxshi biladi. Bu xalqimizning ichidan chiqqan meditsina. Tabobat, o'zlari o'ylab topdi. Tabobat emas. Ibn Sino bobomizniki. Bu xalqimiz o'ylab topgan deymiz, issiqlik qilsang yaxshilik bo'ladi. Har doim ham issiqlik yaxshilik keltirmasligi mumkin. Ayniqsa qovoq sohasida juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, uni albatta urologga olib borib ko'rsatish kerak.
xuddi shunday. Urolog bugun studiyamizga kelganlar, savollar bo'lsa, mana bularning ijtimoiy tarmoqda ham juda ham ko'plab ko'p sonli kuzatuvchilari bor. YouTube tarmog'ida, Instagram tarmog'ida ham o'ziga xos chiroyli kontentlar qilib, sizga kerakli bo'lgan fikrlarni bepul tarzda yo'llaydilar. Doktor Muhammad Niko ostida faoliyat yuritadilar, to'g'rimi? Xuddi shunday. Muhammad aka, bizni tomosha qilayotgan insonlar uchun juda ham ko'plab kerakli ma'lumotlarni taqdim etganingiz uchun sizga minnatdormiz. Tonggi tavsiyalar, baribir shifokordan tavsiya so'raymiz biz. Avvalo sizlarga ham rahmat, Shukrullo aka, Dilfuza opa, shunchalik meni inson sifatida, keyin doktor sifatida bu yerga taklif qilganlar uchun. Hech qachon otgan tonginglardan nolimanglar. Doim shukrona qilinglar. Ertamangi nonushtani oilangiz davrasida qiling. Hatto bitta banani yeb chiqib keting. Qolgani yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Muhammadjon aka, sog' bo'ling. Bugun juda ham chiroyli, menimcha hammamiz uchun ham foydali maslahatlar oldik. Va agarda shularni 10 dan biriga rioya qilsak ham, men o'ylaymanki, sog'lom turmush tarzida yashayotgan bo'lamiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Barchangizga sihat, salomatlik va oilaviy baxt har doim hamroh bo'lishini tilab qolamiz. Bugun qarang, Muhammad aka yaxshi inson, ya'ni sportchi Murodjon Ahmadaliyevni tug'ilgan kunlari ekan. Bizning hamkasblarimiz. Ular tomonidan ular uchun bir lavha tayyorlangan. Birgalikda ko'ramiz. Biz esa sizga lavha paytida ham savollarni taqdim etib turamiz. Rahmat.